Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizda yangi yo'nalish, yangi obyektimiz eski desa ham bo'ladi. Pashti ishlarimizni topshirish arafasidamiz. Bu yerda nima ish qilganimizni hozir bitta-bitta ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana ko'rayotganingizdek bu uyimizni eshigini polniy qilib berdik. Eshigini, zinasini, eshiklar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, akalar, eshikni 1 kvadratini, shu eshikni yog'och MDF dan qilingan 1.800.000 dan 1 kvadratini qilib berganmiz. 1 kvadratini ichiga mana bunaqa plyntuslari hammasi ichiga kirib ketadi. Alohida hisoblanmaydi. Bu eshikni rangini sizlar xohlaganingizcha chiqazib bera olamiz. Misol uchun boshqa rangda qildirmoqchi bo'lsanglar, unaqa ranglarni ham qilib beramiz. Buni narxi oynalikda ozgincha qimmatroq chiqadi. Oynasini olib berishingiz kerak bo'ladi. Bunisida bo'lsa o'sha 1.800.000 dan qilsa bo'ladi. Mana hammom unitazlarga yaxshi tushib ketadigan variantda bo'ladi. Mana eshikni ko'ryapsizlar, dizayniga mos qilib qilganmiz. Zinalarga keladigan bo'lsak, zinalarimizni bitta stupenkasini $70 dan qilib beryapmiz. Zinani stupenkasini обманка qilib ketmaymiz. To'liq 3.2 sm dan mana shu splashnoy bo'ladi. Narxi $70 dan bo'ladigan bo'lsa, uzog'i 2 oyda mana shunaqa xonadoninglar bo'ladigan bo'lsa, eshiklarini ham, zinalarini ham bitirib bera olamiz. Professionalniy ustalar bilan jamoa qilib ishlaymiz. Inshaalloh, xudo xolasa ishimizda muammolar bo'lmaydi. Kelib sifatini joyida ko'rib olsalar ham bo'ladi.